العود دندن لي والطبل طبطبني. Siz allaqachon ko'pgina mimlarda ushbu audioga duch kelgansiz. Ammo bu 1200 yillik arab she'rining aqldan ozdiradigan hikoyasi haqida eshitganmisiz? Hozir tushuntiraman. Aytishlaricha, xalifa Al-Mansur istalgan she'rini bir marotaba eshitish bilan yodlab olgan. Shuning uchun u shoirlarni o'z saroyiga taklif qilib, ular tomonidan yozilgan original she'rlarni eshitib, ularni masxara qilish uchun shu she'rni avval ham eshitganini aytar ekan va uni yoddan aytib berib, buni isbotlar edi. Bu voqea ma'lum bir vaqt davom etgan, to afsonaviy shoir Al-Asmai navbati kelgunicha. Al-Asmai xalifaning hiylasini sezib qolib, juda g'alati va murakkab takrorlanishlarga to'la she'r yozib o'qib bergan. Uning niyati esa xalifa bu she'rni o'sha joyning o'zida yodlab ololmasligi edi. Shunday qilib, na xalifa va na uning xizmatkorlari bu she'rni yodlab olib, Al-Asmaiga qayta aytib berisha olmagan va o'sha safar ularning o'yinini Al-Asmai yutib chiqqan. Shuning uchun bu satrlarga u darajada jiddiy yondashish kerak emas. Lekin Al-Asmaining she'ri 1200 yildan keyin ham o'z vazifasini bajarayotgani odamni hayratga soladi. Bu videoni yaqinlarga ulashib qo'ying.